yana bir xushxabar. Kuni kecha prezidentimiz elkoriga yarab kelayotgan, o'zidan yaxshi nom, ma'naviy bog' qoldirayotgan 100 nafar fidoyi yurtdoshimizga muborak haj yo'llanmasini taqdim etdi. Prezident hojisi sifatida muborak haj amallarini bajarishga muyassar bo'layotganlar davlatimiz rahbarining ushbu yuksak e'tibori va g'amxo'rligini nafaqat o'zlari, balki oilasi, qarindosh urug'lari, jamoadoshlari, mahalladoshlari bilan birga katta quvonch va sharaf bilan qabul qilmoqda. Prezident hojilariga haj safari yo'llanmasini topshirish tadbirlari tantanavorlik tusini olyapti. Ulug' haj mavsumi arafasida yana bir xursandchilik bo'ldi. U ham bo'lsa xalqimizdagi mana shu yurtimiz uchun, xalqimiz uchun xizmat qilib umrini o'tkazgan, loyiq, munosib bo'lganlardan 100 nafarni muhtaram yurtboshimiz bu yil haj safariga boryapti. O'zbekiston bo'libdiki, bunaqa voqeani ko'rmagan, guvohi bo'lmagan. Men bilmaymanki, demak bunaqa darajada o'sha hojilarni yuborishlikka yurtboshi tomonidan bunday tashabbus qilinishligi hali O'zbekiston tarixida kuzatilmagan. Hajga hozirgi ketayotganlarning ichida oddiy farroshi ham bor. Oddiy bir xizmatchisi ham bor. Uni orasida olimi ham bor. Uni orasida tabibi ham bor, vrachi ham bor. Aytganimdek, diniy sohada ishlab ketgan, eng og'ir zamonda ishlab ketganlarning yaqinlari bor. Demak, bu yerda o'sha jamiyatimizdagi har soha vakillaridan borki, albatta buning uchun o'sha muhtaram yurtboshimizni samimiy ekanliklari, bu narsani hech bir ikkilanmasdan mana shu narsani qilishimiz kerak. Mana shuni qilsak ketida bir baraka bor, fayz bor, bularning duosi bor. Duo bilan yurt obod bo'ladi degan maqsadlarni qilibdilarki, Alloh taolo bu maqsadlarini o'zi ijobat qilib, Allohim u kishining umrlarini uzoq, doimo tan-jonlarini sog', xalq uchun, yurt uchun mana shunday xayrli ishlarda o'zlari bosh-qosh bo'lib yurishlarini Alloh nasib aylasin.